Respublika soslashtirilgan kardiologiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi mutaxassislaridan iborat ishchi guruh Quva tumanida o'rganishlar olib bordi. Kardiologiya xizmati faoliyatini o'rganish, yurak-qon tomir kasalliklarining oldini olish, erta diagnostika qilish va aholiga ko'rsatilayotgan tibbiy xizmat sifatini yanada takomillashtirish borasidagi ishlar nazoratdan o'tkazildi. Jumladan, yurak-qon tomir kasalliklarini erta aniqlash, profilaktika qilish va aholi o'rtasida xavf ommillarini aniqlash borasidagi ishlarga baho berildi. Quva tumanida biz 3 ta yo'nalish bo'yicha ishimizni olib bordik. Birinchi navbatda bu hurmatli prezidentimiz 20-qarori mana shu infarkt va insultga qarshi davolash dasturi qabul qilingan munosabati bilan mana shu birlamchi tizimda qanaqa ishlar amalga oshirish kerak. Bu bo'yicha oilaviy shifokor, kardiologlarni seminar o'tkazib, malakasini oshirdik. Shu bilan birga mana shu shoshilinch bo'limlarda infarkt insult brigada tashkil qilinganmi yo'qmi, oltin soat tamoyiliga asosan o'z vaqtida trombolitik terapiyani o'tkazish, tromb erituvchi dori vositani qo'llashni o'rgatish va bunga rioya etish va agar oltin soat tamoyili to'g'ri kelayotgan bo'lsa, buni viloyat markaziga, kardiologiya filialiga, yosh boshlang'ich markazi filialiga konografiya va stentlashga, infarktlarda, insultlarda esa tromb aspiratsiya, tromb ekstraksiyaga o'tkazish uchun ko'rsatib berdik, o'qitdik ham. O'rganish jarayonida prezidentimizning o'tkir yurak-qon tomir va serebrovaskulyar kasalliklarining oldini olish chora-tadbirlarini takomillashtirish to'g'risidagi qarori mazmun mohiyati bo'yicha tushuntirishlar berib o'tildi. Qaror asosida aholiga ixtisoslashtirilgan kardiologik yordam ko'rsatish, kasalliklarni erta aniqlash va birlamchi tibbiy bo'g'im faoliyatini kuchaytirish masalalari muhokama qilindi. Yurak-qon tomir kasalliklari bo'yicha aholi o'rtasida keng qamrovli tibbiy ko'riklar tashkil etildi. Doktorlar tekshirishdi, sog'liqlarimiz yaxshi, bizga maslahatlar berishdi. Mahallamizda ayollari to'planib, kechqurun ham, ertalab ham namozdan keyin 2 kilometr yuriyapmiz. O'zimizni sog'lig'imizga o'zimiz ham harakat qilyapmiz. Prezidentimiz bizga shuncha sharoitlar yaratib berganligi uchun tanjonlari sog' bo'lsin, umrlari uzoq bo'lsin. Hamisha yaxshi kunlarda shunaqa sog'-salomat yurishlik barchamizga nasib qilsin. O'rganishlar davomida Quva tumani viloyatda namunaviy hudud sifatida baholandi. Shu bilan birga ayrim kamchiliklar aniqlanib, ularni bartaraf etish bo'yicha tegishli chora-tadbirlar belgilandi. 3 kun davomida 150 nafardan ortiq ambulator va statsionar bemorlar chuqur tibbiy ko'rikdan o'tkazildilar. Tibbiy ko'riklarda sog'lom turmush tarzi, yurak-qon tomir kasalliklarining xavf omillari hamda ularning oldini olish bo'yicha tushunchalar yetkazildi. Bemorlarga zarur tavsiya va maslahatlar berildi.